Albatta men kechiraman. Kimi tavba qilgandi, iymon keltirgandi va yaxshi amal qilgandi va shunda sobit qadam bo'lib hidoyatda yurganda men albatta kechiraman deyapti. Alloh azizlar kechirgan bandasini hech qachon do'zaxga tiqmaydi. Bugun siz bilan men nafsimizdan kelib chiqib kimgadir zulm qilib qo'yapmiz-ku. Shunaqalar borda bitta masalamiz yoqmasa bo'ldi. Qatta bo'lsa yomonlab yuraveradi. Kallasini ishlatmaydiki, to'xta, yomonlar men nimaga erishaman? G'iybat qilib nimaga erishaman? Mana shuncha kun nimaga erishdi? Hech nimaga erishmadi, faqat erishib do'zaxga erishishi mumkin. Bundaga erisha olmaydi. Men buni ko'p aytaman. Aqidani mustahkam qilaylik azizlar. Aqida shuki, agar Alloh xohlamasa, sochingizdan bitta tushni birov to'kalmaydi.